Assalomu alaykum hurmatli mahalla yettiligi a'zolari. Sizlar bilan bugun umumta'lim maktablarida o'quvchilarning davomati, ta'lim tarbiyasini yaxshilash borasida mahalla yettiligi bilan hamkorlikda amalga oshiradigan vazifalar to'g'risida dars mashg'ulotlarimizni o'tkazamiz. 20-asrda ma'rifatparvar bobomiz Abdurauf Fitrat bu dunyo kurash maydonidir. Sog'lom tan, o'tkir aql va yaxshi axloq bu maydon qurolidir deganlarida nechalik haq ekanligini bugun siz bilan biz yashayotgan 21-asr bugungi globallashuvning ijobiy va salbiy jihatlari nuqtai nazaridan tahlil qilsak, nechalik haqiqat ekanligini bugungi zamonni o'zi ham ko'rsatib turibdi. Barchangizda xabaringiz bor, bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan umumta'lim maktablarida o'quvchilarning davomati, ta'lim tarbiyasini yaxshilash borasida tizimli ishlarni amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz rahbari boshchiligida joriy yilning 5-fevral kuni o'tkazilgan tarixiy videoselektor yig'ilishlarida Milliy gvardiya, Maktabgacha maktab ta'lim vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari umumta'lim maktablarida davomatni ko'tarish choralarini ko'rish vazifasi berilgan. Vazirlik tomonidan umumta'lim maktablarida o'quvchilar davomatini yaxshilash, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida Milliy gvardiya bilan umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning ta'limga jalb etish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, qonunbuzarliklarni oldini olish, psixologik qo'llab-quvvatlash hamda xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan hamkorlik qilish to'g'risida 2024-yil 26-fevralda qo'shma qaror qabul qilindi. Mazkur qo'shma qaror bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarning ta'limga jalb etish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, qonunbuzarliklarni oldini olish, psixologik qo'llab-quvvatlash hamda xavfsizlikni ta'minlash yuzasidan hamkorlik konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiya asosida hamkorlik qilish tizimi maktab, tuman, shahar, viloyat, respublika darajasida o'rnatilib, davomat va boshqa hisobot shakllari bo'yicha axborot almashinuvi yo'lga qo'yildi. Mazkur konsepsiyada vazifalar aniq belgilab olindi. Alohida shuni ta'kidlash kerakki, mana shu mahalla yettiligi va Milliy gvardiya inspektor psixologi darsga sababsiz kelmagan o'quvchilarni ota-onalari bilan ishlab, ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazadi. Va bu jarayonni mazmunini aytish mumkinki, zaruratga ko'ra farzandining ta'lim olishiga to'sqinlik qilgan va majburiyatini bajarmagan ota-onaga ma'muriy choralar ko'radi. Har hafta mahalla yettiligi va Milliy gvardiya xodimi o'quvchilarni darsga qaytarish bo'yicha ko'rilgan choralar yuzasidan muvofiqlashtiruvchi shtabga va maktab ma'muriyatiga ma'lumot kiritib boradi. Har bir maktab bo'yicha surunkali ravishda dars qoldiruvchi o'quvchilar ro'yxati tuzilib, ular toifalarga ajratiladi. Demak, dars mashg'ulotiga 3 kundan ortiq sababsiz qatnashmagan o'quvchilar surunkali dars qoldirgan hisoblanadi. Demak, bu jarayonda maktab ma'muriyati inspektor psixolog tomonidan mahalla yettiligi a'zolarining biri ishtirokida qizil va sariq toifalarga ajratilgan o'quvchilarning yashash manziliga borib, ota-onasi bilan farzandining surunkali maktabga kelmaganligi holati bo'yicha profilaktik suhbat o'tkaziladi va sabablariga aniqlik kiritiladi. Surunkali, muntazam dars qoldiruvchi o'quvchilarning ota-onasiga mahalla yettiligi a'zolarining biri tomonidan 2 marotaba rasmiy ogohlantirish xati taqdim etiladi. O'zgarish bo'lmagan hollarda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasiga muvofiq ota-onani, ularning o'rnini bosuvchi shaxsni javobgarlikka tortish choralari ko'riladi. Maktabga kelmaslik holati bo'yicha maktab ma'muriyati va inspektor psixolog o'quvchining ota-onasi yoki uning o'rnini bosuvchi shaxslar ishtirokida psixologik va profilaktik suhbat o'tkazadi. O'quvchilar tomonidan daydilik, tilanchilik qilishning oldini olish maqsadida ijtimoiy holati og'ir bo'lgan hamda nazoratsiz qolgan o'quvchilarni davlat ijtimoiy himoya dasturlari asosida ijtimoiy huquqiy himoya qilish masalalari yuzasidan maktab ma'muriyati tomonidan ijtimoiy og'ir holatdagi sababli maktabga kelmayotgan o'quvchilarning ro'yxati asosida ularni ota-onalarini temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari va mehr daftarlariga kiritish va ularni ijtimoiy himoya qilish choralarini ko'rish, shuningdek
hududiy mahalla fuqarolar yig'inlari jamg'armasi tomonidan oilalarga moddiy yordam ko'rsatilishini ta'minlash yuzasidan tegishli xat kiritiladi. Har haftaning payshanba profilaktika kuni doirasida inspektor psixolog hamda mahalla yettilik vakillari va ichki ishlar organlari xodimlarining jalb etgan holda dars jarayonida savdo sotiq va xizmat ko'rsatish sektorlarida mehnat qilayotgan o'quvchilarni aniqlash yuzasidan davomat tadbirlari o'tkazib boriladi. Shuningdek, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularni vatanga sadoqat hissini yuksaltirish masalalari eng dolzarb hisoblanadi. O'quvchilarning O'zbekiston Respublikasining davlat ramzlariga bo'lgan hurmatini oshirish maqsadida barcha maktablarda kun tartibi davlat madhiyasining yangrashi ijro etilishdan boshlanadi. Bu masalada maktab ma'muriyati bilan siz mahalla yettiligi a'zolarining hamkorlikda qilayotgan ishlari tahsinga loyiq deb o'ylayman. Hammamiz bugun barchamizda xabarlaringiz bor, qariyb 3 oydan beri maktablarda tamomila muhit o'zgardi. Bugun yangi bir tartib, mexanizm jarayoni tizimli amalga oshirila boshlandi va mana shu mexanizm doirasida bugun davomatni oshib borganligi, qolaversa o'sha har bitta darsni boshlanishidan oldin har kuni ertalab maktabni o'sha hovlisida yig'ilib, baralla birgalikda davlat madhiyasi bilan kun tartibini boshlanayotganligini o'zi ham aynan bugun sizlar bilan birgalikdagi hamkorlikdagi ishimizni yana bir yangi bosqichda tashkil qilinayotganidan dalolat beradi. Hurmatli mahalla yettiligi a'zolari, alohida bu borada sizlarga tashakkur izhor qilmoqchimanki, bugun dastavval o'sha tarixiy prezidentimiz tomonidan qilingan yig'ilish arafasida maktablardagi davomat ko'rsatkichi 70% ni tashkil qilgan bo'lsa, bugun mahalla yettiligini bevosita yordami, ko'magi, hamkorligi, Milliy gvardiyani bugun maktabga biriktirilganligi va buni natijasi sifatida bugun baralla aytishimiz mumkinki, maktablarimizda umumiy davomat bugun 98,5% ga yetdi. Buni albatta birgalikdagi hamkorlikdagi ish, chunki tarbiya, maktab masalasi bu birgalikda barchamizning eng asosiy masalalarimizdagi muhim mohiyatni kasb etadi. Endi alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, bugun o'sha har bitta maktabda vatanparvarlik masalasi, o'sha har bitta yoshni qalbida, yuragida yangi O'zbekiston tuyg'usi, g'oyasi, mana shu yurtni sevish g'oyasini shakllantirish masalasida albatta bugun barcha maktablarimizda yosh gvardiyachilar ixtisoslashtirilgan sinflari bosqichma-bosqich mana tashkil qilinmoqda. Alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, bugun maktab, mahalla, ota-onalarni demak hamkorligini samarali tashkil etish bu nihoyatda muhim va o'ta ahamiyatli hisoblanadi. Negaki tarbiyada faqat bir taraflama yondashib bo'lmaydi, tarbiyada tanaffus bo'lmasligi kerak. Maktab va ota-onalarning hamkorligini samarali tashkil etish, ota-onalar majlislarini o'tkazish tartibini belgilash maqsadida Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi hamda Yoshlar ishlari agentligi o'rtasida ta'lim muassasalarida ota-onalar majlislarini o'tkazish tartiblarini belgilash to'g'risidagi demak 2024-yil 5-martda qo'shma qaror qabul qilindi. Qo'shma qarorda maktab rahbariyati, mahalla raisi hamda yoshlar yetakchilarining vazifalari aniq belgilab berildi. Endi bu borada alohida hurmatli mahalla yettiligi a'zolari alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, har birini vazifasi aniq belgilab berildi. Dastlab maktab rahbariyatining mana shu boradagi vazifalari nimalardan iborat? Demak, maktab rahbariyati ota-onalar majlisi kun tartibini ishlab chiqadi va o'tkazish vaqtini belgilaydi. Ota-onalar majlisi o'tkazishi haqida ota-onalarni, shuningdek, mahalla raisi va mahalladagi yoshlar yetakchisini xabardor qiladi. Majlisga taklif etilgan ota-onalar ro'yxatini shakllantiradi. Majlis o'tkazadigan xonani jihozlaydi. Ota-onalar majlisini turli ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar bilan bir vaqtni o'tkazish choralarini ko'radi. Har bir o'quvchining o'zlashtirishi, xulqi, ta'lim tarbiyasi va davomati bo'yicha ma'lumot tayyorlab, ota-onalarga, mahalla raisi va mahalladagi yoshlar yetakchisiga taqdim etadi.
ota-onalarga yuzaga kelgan munozarali vaziyatlar tahlili asosida oilada tarbiyaviy ishlarni tashkil etish yuzasidan pedagogik tavsiyalar beradi. Sababsiz darsga muntazam ravishda qatnashmayotgan, shuningdek tarbiyasi og'ir, qoniqarsiz baholarga o'qiyotgan hamda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarda tarbiyalanayotgan o'quvchilar ro'yxatini shakllantiradi. Ro'yxatni mahalla raisi, mahalla yoshlar yetakchisiga taqdim etadi. Ota-onalar majlisi davomida mahalla faollari va ota-onalarni o'quv jarayonlari, to'garaklar faoliyati, ma'naviy ma'rifiy ishlar bilan yaqindan tanishib chiqishiga sharoit yaratadi. Bu borada bu mahalla rahbariyati tomonidan qilinadigan ishlar. Endi eng muhimi bugun o'sha maktab, mahalla, ota-ona o'rtasidagi eng katta ta'sir kuchga ega bo'lgan mahalla yettiligi, mahalla raisining vazifalariga to'xtalib o'tmoqchiman. Bu borada mahalla fuqarolar yig'inlarida farzandi maktabga kelmagan ota-onalarning ro'yxatini, demak, mahalla raisida albatta bu ro'yxat bo'ladi. Ota-onalar yig'ilishlarida ota-onalarga mahalla hududida oila, mahalla ta'lim muassasalari hamkorligi amalga oshirayotgan ishlar yetkaziladi. Yig'ilish ishtirokchilariga maktab mahallasi faqatgina yig'ilish ishtirokchilariga maktab masalasi faqatgina ta'lim sohasining emas, balki ota-onalar, mahalla faollari butun jamiyatning ishi ekanligi, ota-onalarning maktab hayotdagi faol qatnashishi, yoshlarning tarbiyasiga yanada e'tiborli bo'lishi kerakligi tushuntiriladi. Alohida ta'kidlab o'tish kerak. Mahalla raisi bugun ota-onalar majlisida ishtirok etib, o'sha surunkali darsga qatnashmayotgan yoki xulqida salbiy tomonga og'ish kuzatilgan o'quvchilarni ota-onalari bilan majlisda o'zida tanqidiy gaplashsa, suhbatlashsa, buni ta'siri albatta bo'ladi. Buni ta'siri biz kutgandan ham a'lo darajada bo'ladi. Negaki o'sha uyda, chunki u mahalla bu tarbiya maskani. Mahallada mahalla raisidan o'sha yig'ilishda ko'pchilikning oldida maqtovni, yaxshini farzandi haqida eshitgan ota-ona, o'sha yig'ilishda surunkali dars qoldirayotgan o'g'lini, farzandini, qizini maktabiga o'z vaqtida borishiga, ma'lum bir dars qoldirishiga sharoit yaratib qo'ygan ota-onalar o'sha yerda ma'lum bir tanqidlarga uchrasa, bu o'z navbatida keyingi yig'ilishda bunaqa holatga yo'l qo'ymaydi o'sha ota-ona. Demak, buni ta'siri bo'ladi. Va eng asosiy bir jihatga urg'u bermoqchiman, bu yerda tarbiya, bu yerda ta'lim sifati, demak, jamoatchilik nazorati ham vujudga keladiki, bu majlisning mazmunida o'z navbatida aniq, demak, ta'limning sifati ham ko'riladi va ayni bir paytda, demak, o'sha ota-ona majlisda ishtirok etgan ota-ona uyiga borgandan keyin uni farzandida dasturxon atrofida yana bir karra farzandiga bo'lgan vaqtini ajratadi, u bilan bo'layotgan jarayonni har kunlik so'rov tizimiga aylanadi. Mana biz nimani kutmoqchi bo'lgan bir jihat shundaki, ota-ona farzand o'rtasidagi ta'lim va tarbiya jarayonidagi har kunlik tizimli tanaffussiz so'rov tizimini yaratiladi. Mana shu majlislarning mazmuni, mohiyati ertaga shunga ham xizmat qiladi. Demak, bu borada ta'lim to'g'risidagi qonunga asosan 11 yillik ta'limning hamda 6 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni 1 yil davomida umumiy o'rta ta'limga tayyorlashning majburiyligi, bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik uchun javobgarlik belgilanganligi ham yetkazadi. Bugun ota-ona buni sezadi. Hurmatli mahalla yettiligi a'zolari, men bir jihatga to'xtalib o'tmoqchiman. Agar bugun 3 yoshdan davlat bog'chalariga, maktabgacha ta'lim tashkilotlariga 3 yoshda bola qabul qilinsa, u 7 yoshdan maktabga qadam qo'ysa, to demak davlatning ta'lim tarbiya strukturasida 3 yoshdan 18 yoshida maktabni bitirib chiqadi. Demak, 15 yillik juda katta vaqt bor. Demak, bitta bolani ham tarbiyasida, ham ta'limida mana shu hamkorlik kuchaysa, uni natijasi ham, uni mohiyati ham o'z navbatida biz kutgandek natijalarni berishga boshlaydi. Maktablarda ta'lim sifatini nazorat qilish uchun ota-onalar ham keng jamoatchilikning ishtiroki zarurligi, aynan mana shu ota-onalar majlisining muntazam va doimiy, demak, sifatli tashkil qilinishi ko'p jihatlarga bog'liq hisoblanadi. Endi bir jarayonda yana bir narsani to'xtalib o'tmoqchiman. Hurmatli mahalla yettiligi a'zolari, har bitta mahallada
demak o'sha mahallani ko'zgusi bo'lgan, o'sha mahallani obro'si bo'lgan mahallani nuroniylari bor. Ko'p yillar ta'limda faoliyat yuritgan yoki boshqa sohalarda faoliyat yuritgan o'sha nuroniy keksa otaxonlarimiz, onaxonlarimiz bor. Bugun vazirlik tomonidan Respublika nuroniy jamg'armasi bilan birgalikda maktablarda 3 avlod uchrashuvlarini tizimli tashkil qilish borasida. Ana shu jarayonlarda mazmuniga men to'xtalib o'tmoqchiman. Bugun mahallada o'shanday nuroniy otaxon, onaxonlarimizni maktablarga tashrif buyurishi va o'z navbatida o'quvchilarimizning nuroniy otaxonlarning yashash xonadonlariga tashrif buyurishi va bu jarayonda ham muloqot maydonining qat'iy o'rnatilishi ularning tarbiyaviy va shakllanishida o'zining ijobiy samarasini beradi. Birgina bir misol aytmoqchiman. Bugun biza vazirlik tizimidagi barcha maktablarga topshiriq berildi, pastga tushirildi. Demak, har bitta maktabda bugun chizmachilik, rasm fanlari o'tiladi va u yerda o'quvchilarimiz tomonidan turli xil o'sha rasmlar, o'sha mahallasi, qishlog'i, o'sha yerdagi eng nufuzli o'sha nuroniy otaxonlarini ham demak bemalol o'sha qobiliyati bor, chizish imkoniyati bo'lgan farzandlarimiz, o'quvchilarimiz soni ko'p. Shunday bir vazifalar ham biz pastga tushirdikki, o'sha hududdagi mahalladagi yoshi ulug' insonni uyiga o'sha maktab o'quvchisi o'zi chizgan, o'zi yaratgan kichik bir ijodini olib borib, otaxon, onaxon, sizni bugun tavallud kuningiz ekan, sizni tabriklagani keldik biz deb birga o'sha yerda ishtirok etib uni tabriklasa, uni ta'siri bizni o'quvchilarimizga qanchalik bo'lishini biz pastga tushirdik bu narsalar. Ana endi bu jarayonlarni bevosita birgalashib, sizlar bilan birgalikda buni tizimli nazoratga qo'yib, o'sha maktabda ota-onalar yig'ilishlarini o'tkazish jarayonida bu jarayonlarni ham maktab ma'muriyati bilan hamkorlikda qana o'tkazilayotgan jarayonlarning mazmunida qanday bo'layapti degan bir so'rov ham bo'lsa, o'z navbatda buni natijasi ham buni ijobiy xususiyatlar nuqtai nazaridan albatta ta'siri bo'ladi. Bugun mahallalarda bir nuroniy 10 nafar yoshga mas'ul tamoyili asosida tarbiyasi demak har bitta tamoyili boshqadan tarbiyasi asosida demak har bitta bolalarga demak mana shu nuroniylarimizning biriktirilganligi bu ham o'zini ta'sirini, o'zining ijobiy xususiyatlarini beryapti. Endi bevosita aynan o'sha qo'shma qarordan keyin kelib chiqib, yoshlar yetakchisining vazifalarini nimalardan iborat bo'ladi? Maktablarda darsdan keyingi vaqtlarda ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish chorasini ko'radi mahalladagi yetakchi. Maktab bitiruvchilarini ro'yxatini shakllantiradi va hokim yordamchisi bilan birgalikda ularning bandligini ta'minlash, ularni demak keyingi faoliyatidagi aniq maqsadlariga qarab yo'naltirilgan ishlarni tashkil qiladi. Maktabdagi iqtidorli yoshlarni aniqlaydi, iste'dodini ro'yobga chiqarish bo'yicha ular bilan individual ishlaydi. Mavjud yordam turlari orqali ularni qo'llab-quvvatlash choralarini ko'radi. Maktab o'quvchilari orasida kitobxonlikni keng targ'ib qiladi. Yoshlarni xorijiy tillarni o'rganish, doimiy qiziqtirib borish, har oyda bir marotaba shakllantirilgan ro'yxat asosida maktabning bitiruvchi sinf o'quvchilari bilan uchrashib, oliy ta'lim muassasalari va mutaxassislik yo'nalishlarini tanlash hamda kirish imtihonlariga tayyorgarlik ko'rishga demak o'zini hamkorligida yordam beradi. Hurmatli mahalla yettiligi a'zolari, albatta yuqorida aytilgan barcha fikrlar bugun aytilgan darsimiz davomida aytilgan fikrlar bugun hamkorlikda qilishimiz kerak bo'lgan asosiy vazifalar va bu jarayon bugun amalga oshyapti. Mahalla yettiligi bugun Milliy gvardiyani hamkorligi bilan yuqorida ham aytib o'tdikki, bugun davomatimiz 98,5% ga ko'tarildi. Endi bu jarayonda amalga oshirilgan ishlarni ham hisobotiga to'xtalsak, menimcha adolatli bo'ladi. Mahalla yettiligi bilan hamkorlikda amalga oshirilgan ishlarga ham qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Umumta'lim maktablarda o'quvchilarning davomatini, ta'lim tarbiyasini yaxshilashda mahalla yettiligi bilan hamkorlikda quyidagi ishlar ham amalga oshirildi. Birinchidan, Milliy gvardiya va Maktabgacha maktab ta'limi vazirligi hamda O'zbekiston mahallalar uyushmasi mas'ullari boshchiligida maktablar bilan ishlash bo'yicha shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Ikkinchidan, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, Milliy gvardiya hamda O'zbekiston mahallalar uyushmasi mas'ullaridan iborat tunu kun faoliyat yuritadigan hududiy muvofiqlashtiruvchi shtablar tashkil qilinganligi.
Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan barcha umumta'lim maktablarini yagona namuna asosida targ'ibot vositalari, davlatimiz rahbarining ta'lim to'g'risidagi iqtiboslari, davlat ramzlari bilan bezatish, shuningdek namunali o'quvchi, sobiq bitiruvchilar haqida bizning faxrimiz, ibratli ota-ona nomli stendlarni o'rnatish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi va bu jarayon bugun barcha 10 mingdan ortiq maktablarimizda amalga oshirilmoqda. Maktab, mahalla, oila tizimi asosida hamkorlikda amalga oshirilgan ishlar natijasida 1,742,027% o'quvchi maktabga bugun qaytarildi. Yana alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, bugun doimiy ravishda yangilanib borayotgan ro'yxat bo'yicha aytish mumkinki, 7242 nafar surunkali dars qoldirayotgan o'quvchilarning 2886 tasi darsga qaytarildi. Agar buni tadbir boshidan oladigan bo'lsak, 6907 mingga yaqini o'shalar to'liq bugun surunkali dars qoldiruvchilar darslarga qaytdi. Alohida aytmoqchimanki, bu yerda mana o'z majburiyatlarini bajarmagan 20 ming nafar ota-ona rasmiy ogohlantirildi bugun. 5056 nafariga ma'muriy chora ko'rildi. Tadbir boshidan beri 135 ming nafar ota-ona ogohlantirilgan. 7843 nafariga ma'muriy choralar ko'rilgan. Sababsiz darsga kelmay yurgan o'quvchilar maktabga qaytarish bo'yicha maktab, mahalla, oila tizimi asosida 49 ming nafardan ortiq ota-onalar bilan 793 ta uchrashuvlar o'tkazildi. Shu qatorda poytaxtning Olmazor, Uchtepa, Chilonzor, Yakkasaroy tumanlarida ota-onalar bilan farzandlarning ta'lim tarbiyasi bo'yicha mas'uliyatini oshirish mavzusida hokim uchrashuvlari tashkil etildi. Bu unday uchrashuvlar hududlarda doimiy hammasida bo'lyapti. Yo'lga qo'yilgan tizim orqali bugun mana shu kasal deb darsga bormayotgan o'quvchilarning uylariga borib tekshirilyapti. Kasalligi tasdiqlanmagan holatlarda ota-onalar ogohlantirilyapti. O'quvchilar darsga qaytarilmoqda. Alohida aytmoqchimanki, bugun maktablarimizda hamkor tashkilotlar bilan birga joriy yilning o'tgan davrida respublikamizning barcha maktablarida 17 ming marotaba ota-onalar majlislari tashkil etildi. Bilasizlarmi, bu yerda salkam 3 million nafardan ortiq ota-onalarning ishtiroki ta'minlandi. Ota-onalar yig'ilishlarda maktab rahbariyati tomonidan darslarga sababsiz qatnashmayotgan o'sha o'quvchilar bevosita mana shu yangi tartib tizim bilan birgalikda mahalla yettiligi, mahalla raisi, maktab ma'muriyati va ota-ona yuziga, ko'ziga qarab gaplashib oldi. Mana buni natijasi, mana yuqorida biz aytib o'tdikki, demak davomat masalasi, uni oshirilganligi ham alohida ta'kidlab o'tdik. Hurmatli mahalla yettiligi a'zolari, bugun maktabgacha ta'lim vazirligi tizimi tomonidan amalga oshirilayotgan aynan ma'naviy ma'rifiy mazmunda amalga oshirilayotgan vazifalar nuqtai nazaridan bir yangilikka ham urg'u berib o'tmoqchiman. Bugun barcha maktablarimizda Turon maktab teatri tashkil qilindi. Hammamiz o'zimizni yoshligimizni eslaylik. Yoshligimizda aynan mana shunday teatr studiyalari har bitta maktablarimizda bo'lardi. Ochig'i, oxirgi vaqtlarda bunday teatr studiyalariga e'tiborning pasayishi natijasida bu holatlar ham o'z-o'zidan esimizdan chiqib qolgandi. Bugun mana shu tartib yangilandi va yangi mexanizm bo'yicha Turon maktab teatri ko'rsatuv shaklida demak tashkil qilinishi va respublika darajasida uni ko'rik-tanlovga aylantirildi va bugungi kunda buni viloyat bosqichlari ham demak amalga oshirildi, o'tkazildi. Mana yaqinda respublika bosqichi Buxoro shahrida o'tkaziladi. Maqsad nima? Maqsad bugun yoshlarning ichida iqtidorli yoshlarimiz nihoyatda ko'p. Ularning o'zi kundalik o'qiyotgan fanda, adabiyot, ona tili, tarix darsliklaridagi keltirilgan qahramonlardan kelib chiqib, ularning rollarini ijro etish orqali ularda o'sha vatanga bo'lgan muhabbat, qahramonlarni bilish, tarixni bilish, nutq madaniyatining rivojlanishi, eng asosiysi ularning iste'dodini ro'yobga chiqarishga to'g'ri bir aniq bir yo'nalish sifatida bu ham vujudga keldi. Bugun qaysi bir hududga bormang, aynan o'sha Turon maktab teatrini mazmuni, mohiyati jihatidan har bitta maktabda bugun tashkil qildik. Agar mana shu tashkil qilingan studiyalarni mahalla yettiligi bugun shunday bir topshiriq ham bo'ldiki, pastga biz tushurdikki, maktabda tashkil qilingan mana shu 1 yil davomida maktabni erishgan barcha yutuqlari hammasini
Har bitta maktab endi yilning oxirida hisobot beradi. O'sha ota-onalar, mahallani o'sha siz aziz yettiligi, barchalaringizni ishtirokingizda maktab qanday yutuqlarga erishdi va nimalarni o'sha yil davomida eng yaxshi natijalar ko'rsatdi. Buni ham demak o'zini hisobotini beradi. Demakki bugun shunday hamkorlik bo'lyaptimi? Demak uni natijasi ham, uni hisoboti ham mana shunday ko'rinishda bo'lgani men o'ylaymanki adolatli bo'ladi. Endi shu borada alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. O'quvchilarning xulq-atvori va fanlarni o'zlashtirishda erishgan yutuqlari to'g'risida ota-onasining ishxonasi va turar joyiga mahalla raislari tomonidan ming rahmat aytmoqchiman bu borada sizlarga 20 mingdan ortiq minnatdorchilik xatlari yuborildi. Buni ham ta'siri o'z navbatida ota-ona farzandini yutug'ini, farzandini orqasidan rahmatni eshitsa, otangga rahmat, onangga rahmatni eshitsa, u o'ylaymanki ikki qissa o'zini farzandiga, ta'limiga, tarbiyasiga o'zini e'tibori juda keltiradi. Bu jarayonda ham sizlarning hamkorliklaringiz mana shunday jarayonda yanada kuchaytirish, yanada birgalikda hamkorlikda ishlash o'zini yana ijobiy natijalarni beradi, albatta. Hurmatli mahalla yettiligi a'zolari, bir raqamlarga urg'u bermoqchiman. Bugun respublikamizda 10 mingdan ortiq maktab bor. Ana shu maktabda 6,5 million xalqimizni farzandlari tahsil olmoqda. Endi o'sha farzandlarga 525 mingdan ortiq ustozlarimiz, pedagoglarimiz ta'lim va tarbiya beradi. Agar bunga bog'chani ham qo'shadigan bo'lsak, bog'chada bugun 2,5 milliondan oshiq maktabgacha tarbiyalanuvchilarimiz bog'chada. Agar umumiy mazmunda raqamlarni tahlil qiladigan bo'lsak, bu ko'rsatkich 8,5 milliondan ortadi. Demak, bugungi O'zbekiston aholisini qariyb 21,5-22% aholi, demak, qatlami aynan ta'lim tizimida. Mana shu ta'lim tizimida ekan, bu borada bu hamkorlik, birgalikdagi ish faoliyatining yangi mexanizm doirasida amalga oshirish o'z navbatida ertamiz, yangi O'zbekistonning ertasi bo'lgan maktabni o'quvchilari albatta yangi O'zbekistonni bayrog'ini baland tutish, halol vatanga sidqi dildan vatanni sevib xizmat qilish va bu jarayonda vatanparvarlik asosida, ularning yuragida, qonida, ularning mafkurasida, g'oyasida mana shu yurtga bo'lgan muhabbat g'oyasi asosida tarbiyalash bu har birimizni, nafaqat maktabni, bugun mahalla yettiligi, butun bir jamiyatni birgalikdagi hamkorlikdagi eng asosiy vazifasi va eng mas'uliyatni, eng katta ishlardan biri deb hisoblayman. Katta rahmat sizlarga e'tiborlaringiz uchun.